Assalomu alaykum hurmatli Isroil Sharif kanal obunachilar. Sizlar bilan Isroil Sharif yangi videoroligimdan ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Mana bugun bizlar azizlar 150 kvadratlik obyektga kelganmiz. Ustida Jafar tomonlaridan mana shu chiroyli holatda bitkazilibdi. Bu obyektimiz eng so'nggi rusumdagi fasondan bo'lgan 3D rombik fasonda bo'lgan yaltirashlarga, blesklarga baho beringlar. Azizlar juda ham chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz necha pulga bitganligini, lekin juda ham arzonga bitgan. Hozirda o'sha jetga travinching qilish juda ham arzon bo'lib ketdi. Bemalol videomizni boshdan to oxirigacha ko'rib, ustalarga murojaat qilasizlar. Nasib bo'lsa, qo'ldan kelgancha sizlarning ham obyektlaringizni o'sha chiroyli holatda bitkazib beradilar. Polirovka, laklargacha qilingan, naqd 10 yildan 15 yilgacha garantiya berilar ekan mana shu devorlarga. Kvadrati necha puldan va necha pulga bitgan va qaysi viloyatlarga borib mana shu ishlarni o'rib beradilar. To'liq ma'lumotlarni olamiz, baho berasizlar. Sizlarga yaxshi tilagan holda biz videomizni boshladik. Aziz do'stlar, mana shunday chiroyli obyektni bitkazgan usta Jafar bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'p, avvalambor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun xudo xolasa bitta obyektimizni o'zining egasiga topshirdik. O'zlaringiz ko'rib bitta baho berib o'tasizlar. Aziz do'stlar, juda ham chiroyli tarzda bitkazilgan. Hozirda eng 2025 dan trendda bo'lgan fasonlardan biri, ha shu. Xo'p, ko'rib baho berasizlar. Aziz rombik fasonda bo'lgan 2025-yilda eng so'nggi rusumdagi fasonidan bemalol baho bersalaringiz bo'ladi. Bu deraza girdlarini o'zidan chiqarib olibsiz, ha, Jafar? Shunday aka, deraza girdini egasidan so'raganimizda, ikkalamichni variant so'raganda, travertenni o'zidan chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Tegan o'rniga. Tegani o'rniga, mana o'zidan ham bemalol mana shu chiroyli qilib chiqarsalaringiz bo'ladi, lekin bu rombikda nimasi zo'r desalaringiz agar, yaltirashi, blesklari zo'r bo'ladi, keyin bortishlari chiroyli fasonda, ha? Shunday aka. Odam badiga urmaydi-da. Badiga urmaydigan fasonlardan bittasi. Ishimizning o'zi 80% asosan rombik fasonda bo'lyapti hozirgi vaqtda. Asosan rombikda uryapsizlar, ha? Shunday, asosan 80% rombik fason bo'lyapti. Aziz do'stlar, yaltirashlariga bitta baho bersangiz bo'ladi, blesklariga. Xo'p, bu obyektimiz 150, to'g'rimi? Shunday. Necha kunda bitdi bu? 10 kunda bitkazib berganmiz aka. 10 kunda bitkazib berdingiz, ha, mana shu obyektni. Shunday, 0 dan Xo'p, oxirigacha 10 kun. 0 dan azizlar to mana shunday holatga kelguncha, mana 10 kunda ichida mana shu chiroyli holatga kelgan. Mana tashqari qismlari ham bor hali bu. Tashqari qismlari bilan ham bitta baho bersalaringiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqlariga gullar chizib beribsiz, ha? Shunday. Ramka taylar. Trafaret tushirib berganmiz bu yerga, chiroyli qilib. Eshikning ikki yoniga. Keyin u yoqda bitta bor. Xo'p, bu trafaretlar bo'lgan. Mana shuni ham har xilidan ursak bo'ladi, ha? Bo'ladi aka. Masalan, uy egasiga katalog ko'rsatganda shunisini tanlagan. Shu gulni tanlagan, to'g'rimi? Bunga toji mahal yo har xil nimalarni tanlasa bo'ladi, to'g'rimi? Bor, unaqalari ham bor. Buni mana bu rangi nimadan bo'lgan? Qanaqa rangdan bo'lgan? Bu korishni mana shunaqa rangdan bo'lgan. Korishni, shokolad rang. Shokolad rangdan bo'lgan. Onlarga Versace bilan kombinatsiya qilib chiqarib berganmiz. Versace'lar bilan ham juda ham chiroyli chiqdi. Kubikchalarning o'zi ham korishnidan chiqqan. Kubikchalar ham korishnidan chiqqan. Bu devor mana shu yaltirashigacha nimalar qilinadi? Yaltirashigacha traverten uramiz. Ustidan bo'yog'i bo'ladi, soya oqi. Polirovkasi bo'ladi, laki bo'ladi. O'zi shu holatga keladi, xudo xohlasa. Holatga keladi, ha. Xo'p, bitta bu tomonlar bilan ham bir ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, lekin penoplastiyaga siz ham mana chiroyli qilib chiqarib berishdi. Ayniqsa mana shu deraza girdi, menga yoqdi. Qaranglar, kak penoplastiyaga yopishtirilgandek bo'lib turibdi. Ayniqsa ikkita eshikda mana shu nimasiga gul chizib beribdilar. Trafaretda juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, mana bu yoqlarga, bu yog'i ham rombik ham qilib beribsiz, ha? Dvoynoy qilib. Bu yerga arka tushirib, dvoynoy rombik qilib berganmiz. Dvoynoy rombiklargacha bo'lgan. Qolganlariga nisbatan ajratib turish uchun. Yonlariga ikkitali polasa tushirib berganmiz. Ikkitalik palasalardan ham bo'lgan, ha? Shunday. Bu tomonlari ham bor. 150 kvadrat 10 kunda ichida azizlar mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuni chiroyli holatga kelgan. Qaranglar. Rombikning bitta plyus tomoni hech qanaqa uyni baland pastligini tanlamaydi. Masalan, kaltagina joyga ham chiroyli chiqqan. Chiroyli chiqadi, mana shu haqiqatan ham baland uylarga ham kalta joy. Xuddi baland, xuddi pastga bir xil chiroyli ko'rinib ketaveradi-da, to'g'rimi? Xo'p. Endi bo'lmasa bo'ladi 1 kvadrat metri necha puldan boshlanyapti? Mana shu fasonni 1 kvadratdan $9 qilib beramiz. $9 dan bo'lgan, ha, mana shu fason. Shunaqa.
1 kvadrat metr 9 dollardan bo'pti. 150 kvadrat bo'lsa 1350 dollar bo'lyapti shunda, to'g'rimi? aka. Qolgan fasonlarni 7 dollardan 10 dollargacha qilib beramiz. 7 dollardan 10 dollargacha. Hozir shunda mana 9 dollar deyapsiz-ku, bu hamma narsa mahsulot o'zingizdan, to'g'rimi? Shunday. Hamma narsasi ichida xizmat haqi, mahsulot. To shu bitib ketgancha, mana shu 9 dollarda, to'g'rimi? 9 dollarga bitkazib beramiz chiroyli qilib. Uyda egasidan nimalar kerak bo'lib qoladi? Uyda egasidan qumshoq qilingan bo'lsa, bir ikkita yorug'lar bo'lsa, o'shalarni yamash uchun, zamaskasini qilish uchun bir ikki qop kafilnikilar kerak. Agar loyshoq qilingan bo'lsa, loyshoqni ustidan qilib beramiz. Bir suloq kafilnikilarni tortib. Boshqa lisa beradi, lisa olib beradi. Keyin pitaniyasi yotoq joyi uzoqroqda bo'lsa. Uzoqroqdan bo'lsa, yotoq joylari bilan qilib, tezroq mana qaranglar, lekin 10 kunda ichida mana shu hovli bitgan, mana qaranglar, buyoqlari mana zaborlari bilan ham bo'lgan, hali tashqarilari ham bor. 150 kvadrat 1350 dollarga mana shu kattagina mana shu hovli azizlar bitgan ekan, baho berasizlar. Ustalarga murojaat qilasizlar, mana telefon nomerlarini chiqarib qo'yganman. Nasib bo'lsa, sizlarning ham obyektlaringizga chiroyli holatda o'tkazib berishadi, lekin mana shu fason ko'pchilikka yoqadi. Hozirda eng ko'pchilik mana shu fasondan uryapti. Shunday. Kartamera ham zo'r ketyapti. Kartamera, keyin shu. Kartamera ham zo'r ketyapti. Ikkalasi. Bu dogovor qanday qilinadi? O'zi masalan yo'qdi obunachilarga-da. Masalan, mana shu fasondan qilmoqchi. Telefon qilishsa, kelishish. Telefon qilishsa, kelishib olsa, shu fason, xuddi shu fasondan qiladigan bo'lsa, 50% ni beradi. Biz material olib kelib, borib uyga tushamiz. Qolganini oxirida beradi. Tushunarli. Borgandan usta boradilar, 50% ni berasizlar, polni mana bu materiallarni olib keladilar. Shu bir xil chiqishi uchun, to'g'rimi? Bizga aloqaga chiqishsa, 100 tadan ortiq katalogimiz bor. Tashlab beramiz. Xudo xolasa o'shaning ichidan tanlab, bizga aloqaga chiqsa, kelishtirib qilib beramiz. Gap yo'q. Baho bersalaringiz bo'ladi azizlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Azizlar, mana bu tashqari qismiga ham bizga chiqib oldik. Tashqari qismini ham mana zaborini aytganlaridek, devor maydagina bo'lsa ham, lekin chiroyli chiqar ekanda bu, ha? Devor maydaligi sababli o'rtasiga arka qilib. Bu sokilda mana bu yog'ini traventinni o'zidan qilib beribsiz, ha? Shunday, buni Karashin travertinni g'ashcha fasonda qilib berganmiz. Kafilni o'rniga ham o'tib ketaveradi. Shuni polni urib olsa ham bo'lar ekanda, kafilni o'rniga. Azizlar, qaranglar, mana kafilni o'rniga mana shuni chiroyli qilib ekonomishni qilib urib olsalaringiz bo'ladi. Mana bu yoqlari 3D palasa fasonda bo'lgan, baho bersalaringiz bo'ladi. Mana sokilda mana shu chiroyli qilib urib beribdilar. 9 dollarlik fason baho bersalaringiz bo'ladi. Usta akalarga murojaat qilasizlar. Nasib bo'lsa, sizlarning ham xonadoningizga mana shu chiroyli holatda bitkazib berishadi. Xo'p, qarang, masalan, bizda kanal nomidan chiqishsa-da, biron qanaqa bonus qilib bera olamizmi? Bor, albatta. Bonusiga xohlasa shunaqa variantdan tushirib beramiz, chiroyli qilib. Xohlaganidan variantlari ham bor. Buni boshqacha variantlardan xohlaganidan bonusga kirgazib berasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin deraza roshiga pinaplex olib bersa, egasi, ustanovkasini ichida bonus qilib beramiz. Ustanovkalarni ichida bonus. Plus kelsa, lisasini ichida bonus qilib beramiz o'zimiz. Gap yo'q. Mana murojaat qilasizlar, qulayliklar juda ham zo'r bo'ladi. Shunday keladilar, pulni sanaysizlar, yarimini qolganini bitgandan keyin berasizlar. Polni hamma mahsulotlar o'zlaridan olib kelib, mana shu chiroyli holatda bitkazib beradilar. Azizlar, albatta layklarni aytmaysiz umiddaman. Ustiga bemalol murojaat qilib, 12 ta viloyat bo'yicha bemalol aloqaga chiqishsa bo'ladi, ha? Shunday, aloqaga chiqsa. Borib chiroyli holatda bitkazib berasiz. Xudo xolasa, chiroyli holatda. Gap yo'q, salomat bo'ling, qo'llaringiz dard ko'rmasin, charchamang, ishlaringizga omad. Rahmat. Salomat bo'linglar azizlar, baho berasizlar.